Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, biz loyihamiz doirasida mantiqiy savollarga javoblar topishga harakat qilamiz. Ya'ni yurtdoshlarimizning epchilligi, topqirligi va zehnlarini sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Bizda navbatdagi savol quyidagicha: 30-fevralda qaysi bayramni nishonlaymiz? Sizda ham biroz ikkilanish bo'ldimi? Unday bo'lsa, yurtdoshlarimizning javob variantlarini tinglab ko'ring. Albatta qiziq. Hozir o'sha 23-fevral 30-nimaga o'tgan bo'lish kerak. Ha. Naqamaga? Yo'q, unga o'tmagan. Shunday. Yo'q, 14-yanvarmi? Yanvar u. Siz tarixni yangilab o'ryapsizmi? 17-fevral men uylangan yilim hech esdan chiqmaydi. 17-fevral. Uylangan kun to'y bo'lgan. To'yni orasida aylangan. 30-fevralda o'zi yo'q-ku. Tak. Nechinchi? 30-fevral. 30-fevral umuman yo'q qolgan. Ay, молодец. Keling, shu o'rinda biz foydalanib turgan taqvimda nima uchun 30-fevral yo'qligiga e'tibor qaratsak. Rim imperatori Yuliy Sezar topshirig'iga binoan ishlab chiqilgan taqvim ancha payt muomalada bo'lgan va taqvimga Yulian deb nom berilgan. Yulian taqvimi eramizdan avvalgi 45-yildan e'tiboran kuchga kirgan. O'tgan 2065-yildan buyon insoniyat taqvimida har 4 yilda 29-fevral sanasi qo'shimcha belgilab kelinadi. Sezar zamonasida yangi yil 1-martdan boshlab hisoblangan. Rim taqvimiga ko'ra bir oydagi kunlar soni 31 ga teng bo'lsa, keyingi oy 30 kun tartibida belgilangan. Bu tartibga ko'ra eng oxirgi oy fevralga faqat 29 kun qolgan. Keyinchalik Rim papasi Grigoriy 13 tashabbusi bilan hisob-kitoblar yana ham aniq bo'lgan yangi taqvim ishlab chiqildi va Gregorian taqvimi deb nom oldi. Ushbu taqvimdan dunyoning ko'pgina mamlakatlarida, jumladan bizning yurtimizda foydalanila boshlandi va hozirgacha ham foydalanib kelinmoqda.